Konular tapqını gül keltirer, tapalmığını bir baş piyaz deptiken. Jildi bir növət keldiğen qurbayetimizga sanatkarlarımız bir yıllık mehnatlardan elgi soğatla tayarlap kepti. Tövende ataqlıq külki çolpanımız Xalmurat Ömer'nin icrasıdaki özgeci bir soğuğa. Assalamu alaikum, ay emekli. Aymınlar mübarek olsun. Ekran aldı otağan, mekriban atanlar, köyümcan, akadile, umak inisınlar, tatlık balla. Heminlan aymınlar mübarek olsun. Bugün azırak bir dertlerim var diye tökü vağılı çıktım aldığınlar. Bu yokap kettin go, Xalmurat, değişik çıkmaz olup kettin go degen geptin. Şundan umuz kıldığım olup kettim de. Sebebi var bunun için de. Hem hazır kelivasam mı şu nomur bergin kelivasam bir hadimiz. Aysami sen bilan deydi. Ha desem yo'qolib ketding bu denshik chiqmas bo'lib ketding qo'yma Qirg'iziston degan kinoda shunda pez dangalning oraliga chiqqandan chiqmas bo'lib ketding deydi. Voy ada chiqmas hozir men nomor bergini ketib borman. Javobni ekranda beray deb o'zimizni aldab qo'yib maya kelsam bir kichik olib tutib oldi. Olimjonmisan aka dedi. Ha olimjonman. Desem denshik chiqmas bo'lib ketding. Olimjonda alomat pez o'ynagandan endi olimjon bo'lmamsan aka deydi. Bo'lma. Dedim, ya salgan ketay jamoat yo'qolib ketmay qanday qilmaysa deb yiqinglar. Uy besib kino ishlayapsanglar. Uyda rejissor liqqida tursa, hamma uyda artist yo'qolib ketmay qanday qilaman deb. Bugun ishimni bir boshqa olayman bugun. Endi o'ylab yiqinglar. Hozirmish kino so'diganlarning ko'pligidan ishingiz ilishadi. Bizning Qur'onning oldidan shu baza ishadi-ku, kino ekib sotadiganlarning bazasi pipas yeb qoldi hozir. Qur'onning oldida tursam ishkadan paran qilishayotdi qo'y, gepik shunda diqqat qilib qishig'aroq berib, o'zimni ko'rsatmay tonib qolsam da tursam ikkisi paran qilishayotdi. Adash budaq akaga kinoringda qancha foyda qildi dedi analar. Deydi, yatdim qopdimda, keldim ketdimda, yedim ichtimni chiqarayotganda 750 qo'y foyda qildi deydi. Mana kinochilik degan. Kino deganni Urumchiga qiz akagandek aytibdi, qiz akagandek. Tindirivettik kinoga, öp ketdinglar o kinoga. Mushundaq so'diganning jiqligidan tomoshabinning artistga hojat qolmadi. Rost. Bir bal izlab turibdi. Xalmurat aka dedi, ha desam, bir gapim bor desang dedi. Digina gaping desam, moyog'roq kelsang, san deydigan gap bor dedi. O musha demamsa desam, voy moyog'roq kelgan odam yo'q, apadi meni. Apirib, voy mana shu bekajgich kino ishlaydi deb kino ishlagan dedi. Xudoyim bu bekajgich kino ishlaydi deb kino ishlatdim dedi. Ha desam, shuni bir necha daychilarga qilsam, "Omida shuni sotib bersang" deydi. Ey, sotgan ketaylar, kino nima qilsatmi? Ya bu olma kelgan bo'lsa ham dedi, "Bizning mahallik bola deb ishga olmiz, elinglar bu so'qoqda ko'cha yurib ketib sotsam. Kinoni qanday sotdim? Ey, sotgan ketaylar, kinoni." Men dedim, "Chiqam desam, ha" deydi. "Ma Urumchiga qo'g'il toz akaganlar, top satamisa, tilib setiydi. Tilib pajlab setiydi. Olma akaganlar, top satamisa, pajlab setiydi. Sen ma kinoringni cho'tsam, ha" dedi. "Meni o'yim yo'g'on birdan shu beray, talada qo'yib setib dedim." Men deyman bunga. Endi futbolni misol qilsak, futbolchi deganning uchun mana kichigidan futbolga rasmiy tarbiyalanib, tutudi maxsus boks oyoq, sport kiyim, dumbis xos nomeri bo'ldi futbolchining. Uning maydoni bo'ldi, tomoshabinlar futbolchining orlig'ida to'g'risin bor kirgin bo'lmaydi ichiga. Bu futbol maydoniga hamma odam kirilib, quloq shu bilan to'p o'ynayman tushwas, futbol cho'qib ketgan qanday oldi uni? Xafamaydi degandim, xafa ketdim-da. Ayamda xafamasam bo'ladi endi. O futbolchi biraz adam kirib olsa, yo'qolib ketdi qani orasidan. Qatiqqa tuklan bir tepasi qanday oldi uni? Demak, futbolni futbolchi o'ynasin. Tomoshabin sirtda vaqirab bersa, cho'qan sip bersa, futbolchi 11 dan 22 odam ishga vartaq tapsa, bu chiroyli bir tantarbiya bo'ldi endi. Bu san'at mushuning o'xshash. Hammanglar kirib olsanglar buning ichiga, yo'qolib ketmay qanday qilaman men. Agar mashta bo'laversa, meni bir planim bor, bugun sizga deytay. Bu san'at mashundaq ketaversa,
Men jon bakmasam bo'lmaydi endi. Ya sen chiqamiz 150 qo'yib sallochi Haronni berdik ya. Shundan birini olaman, ishchiga etot, pitot, ash qiziqchilik, yomir pomirni besib, ana qora kirib sotma. Haqimni ketdi. Süpürge deb sotib ekan-ku. Ana qiziqchi. Üçeyni uzib tashlaydigan qiziqchi. Hey, nima qiziqchi? Cho'ng aysa, qirliq stakanlar durolagan. Dahshat qiziq. Gapdan vahda tushunmay bir qancha yilib tushunmay qa. Tushunma. Üzən şuma? Ha, mən qalmıradınlar. Ay, çoğun aysağı çıqqan. Üzəmlikini yerlik, üzəm yasıqan keyin ola. Kelin, şuma. Neçik küldürse? Qanç bunu küldürse? Edi o, 6-cı qavatda. Əmdə ədə, bəgininizi verərsiniz, külsünüz alım, külmüsünüz alım. Ner oynuqda ya, Harun'u tüyük hemen kelib almaymanın içige. Bu kolunu tıklayıp kızıq yapdım, lavuz kıpıldım, günü oldu. Yıkıldı. Koçuğa çıkıp satqıp koymasan, denşidim oynuğunu koymasan, hemen oluşulup bunu çörsüge. Bana neri? Bundan bop ketmez cemaat. Bizden misal tutup alayım ben. Bundan bop ketmez. İnsan bazalarımız mı şunda yaxşılıp canlanatıdı. Tamaşalarımız mı ahlak bilimlerini farqlandirgan bop kaldı hazır. Televiziya stansiyalari mı yaxşı gün olan e'lon qilyapti. Shuni ko'ringlar. O ko'chini olavermanglar, 10 so'm 3 kun deyib ko'rsanglar payz bo'lmaydi onda. Biz tanqidlasak, ular o'ng'ishalsa, san'at yo'lida, tarbiya yo'lida, sizlar pastda, men mayada kul desam yaxshi emasmi? Hammanglar mayga chiqib olsanglar, qaysi tamash buni, qaysi kim uqdi buni? Ha? Ha, ma'qul. İşki yo'miryapti, beshim bek og'ritib bor deydi. Ya Allah. Mush opam rahmatli noyaqsa, neni o'qisa hodiq chiqadi. Mush men gap qilsam chavoq chiqsa, shunda hodiqim chiqadi men ham. Rahmat. Mava bizning G'uljida Qaynoqda bir yezi bor. Kulki chaqchaq makoni. Nayt xotirjam kulki chaqchaq, Shukrxonaychan esil bir aqllarimiz bor bu yerda. Nayt esil kesh bir yezi. Bir og'inimiz Qaynoqqa chiqib, bir og'inimizning uyida o'tirib, ishchib, at deganda ishqi kechishib qolma deb, at deganda chiqiblar. Bir de Qaynoqdan G'uljiga qarab meniblar. Kaga yo'lni topolmay, qayoqdan ma'lum G'uljiga bordig'ini topolmay. Ko'ch süpürütüge bir akılmaz. Uyanın süpürgelerinin sepidin çığı uzunca birli süpürütüge gitmedi dedi. Horrak gülümüzce tarançılar. Ay bir koçine birlik etimde tügütü versem mi dedim. İşki ketim berip kirip jügiçe. Ay kort oynadığın keçik kalıp da biçare. Şuna ola vaş. Ay vaş süpürvası. Esselamu aleyküm dedi ki. Ve aleyküm esselam. Şahidin çıkıpsan da topup gitmeydi atamsa öte. Ya tağa ben topup gitmeydiğimi dem. Ma yol ne vardı? Haysi yol? Ma yol ne var? Hey balam, bu yolunu 45 yıldır ben süpürüp attığını 5 dakika bağ mıydı bu yol? Bir şey durdu. Sual hata. Ma yol ne vardı emez? Ma yol öyle ne vardı? Doğru keldi. Biz adatlı ketdik ku. Gözün qarab mansanganda degan xato gaplarga. Og'zin qarab gap qil deydiganlar, og'iz qarab qanday gap qildi? Bir kuni bir pensiyaga chiqqan, damga chiqqan o'qituvchilar bilan birga o'tirib qoldik. Ota-ona to'g'riliq, mehribonlik to'g'riliq, naqshlarni aytib tutdi. Shunda xushib ketdi. Bir o'qituvchimiz, bir ustozimiz o'rindan turib pensiyaga chiqqan kuniga shu xotirlash o'tirishga chaqirdi. Men o'qituvchilik ustida o'tirayotganimga 35 yil bo'ldi. Mana bu 35 yil jarayonida nurg'un bolalarni tarbiyaladim. Oldi Amerika, Kanada, Yaponiyalarda, nurg'un yerlarda o'qib keldi. Deb o'zining yurak so'zlarida 30 yil o'z o'rnimda izchil o'tirib, o'z ustimda 30 yil o'tadim. Deb so'zda, tamash bilan o'ylab yiqinglar. Agar o'qituvchilik kasb bir amal bo'lib qolgan bo'lsa, 30 yil 3 yil o'tiramaydi. G'iybat qilib, qirqib, yiqitib, uni o'sha do'miltib tashlaydi biz uni. O'qituvchilik o'mushuva odam qilgan kasb. Shunga uni g'iybatini qilsak, uni o'rvasak, o'rniga biz chiqamaymiz.
Demek o'qituvchilik kasbi shunday muqaddas, buyuk kasb. Endi o'ylab beqinglar. O'qituvchilik kasbi faqat qo'shimcha kirimi yo'q. Faqat yo'q qo'shimcha kirim. Qasam ichib berma. Qo'shimcha kirim yo'q muallimlarning. O'zining kasbini shunchalik so'ygashga, shu ozgina maoshiga shukr qilib, o'zining kasbini so'ygash kuchaytirib ishlayotdi. Bo'lmasa boshqalarimiz muallimlik qilish tijorat qilmamdi. Rahmat. Bir hukumatning qushxonasi ishlaydigan odamlar naqshetda go'shbachilik azrog'ini g'ash bir yerda go'shbachilik odamda bo'lsa, ba'zan yenib kelib, bolalar tashlab berdi, ye deb. Baqqalchilik qilgan odam ishtal olmasa, yanchiq sag'ash keldi. Muallim nima naqash keldi? Bo'ri bilan dasmal naqash keldi. Nima naqash keldi muallim? Topshiriq debdan naqash keldi, umi haqning o'zining emas. Demak, Şinjandagi barliq o'qituvchi ustozlarga ayamlik salomimni yo'llayman. O'qituvchilar, Allohning baxtiga sizlar omon bo'linglar. Kelgusining baxti uchun muallimlar sizlar omon bo'linglar. Hukumatimiz eng yuqori maoshli muallimlarga bersin.